Hammamizga tanish bo'lgan balish pirogini o'zim uslubimda tayyorlab ko'rsataman. Xamiriga universal qatlama xamir ishlatamiz. Retseptini albatta saqlab olinglar. Xamir uchun muzdek saryoni kubik qilib to'g'rab, barmog'imiz bilan shunaqa ezib olamiz va unga qo'shib nomiga aralashtiramiz. Alohida idishda suv, tuz, shakar va uksus aralashtiramiz va xamirga qo'shuvda sekin-sekin qo'shib, chala qorilgan xamir tayyorlaymiz. Xamirga to'g'ri shakl berib, strechga o'rab 40 minutga muzxonaga olib qo'yamiz. Dam olgan muzdek xamirga yoyib, ikkita двойной konvert qilamiz. Boshida ezilgan saryolarimiz xamir bilan qavatlanadi va qatlamani qisir-qisir teksturasini hosil qiladi. Ikkita konvertdan keyin xamirni paketga solib 1 soatga muzlatgichga yuboramiz. Nachinka uchun qiyma yoki to'g'ralgan go'sht, kartoshka, piyoz, chesnok, tuz, murch va albatta zira. Hammasini yaxshilab aralashtiramiz va sochniy nachinka tayyor. Tayyor bo'lgan xamirni yupqa qilib yoyamiz, ikkiga bo'lamiz, bir qismiga nachinkamizni solib tekislaymiz va ustidan ikkinchi xamirni yopamiz. Xamir chetlariga tuxumli smaska surib, yopib chiqamiz va teskarisini o'giramiz. Tekis chiqishi uchun qolipdan foydalandim, lekin bu element shart emas, muhimi mehr bilan tayyorlangan bo'lsa bo'ldi. Pirog ustiga tuxum suramiz, xohishga ko'ra pichoq yordamida naqsh chizib 180 gradusga 50 daqiqaga yuvoramiz. Balishimiz tayyor. Bunaqa chiroyli pirogga bemalol zakazga pishirsangiz yoki mehmonga olib borsangiz bo'ladi. Juda ham sochniy bo'ladi. Mazasini ta'riflashim shart emas, uni hammamiz juda yaxshi bilamiz. O'zingizlar ham tayyorlab ko'ringlar. Fikringizni bo'lsa izohlarda kutaman.